Mana jonli sog' bo'lgur. Sut yo'nalishida g'unajin so'rovdinglarmi? Krasniy Pyostra, Galshtin Friz, Daniya g'unajilarimizni chempionlardan, injiqlardan yetib keldi. O'zingizlar sifatlarga, turishlarga bitta baho berasizlar aka-ukalarim. Layklardan bosib paddeshga qilib tursanglar, bilasizlar, narxlarni sindirib yuboramiz. Nerealniy narxlarda qo'yib yuboramiz. Jonli sog' bo'lgur. Mana so'ridan so'raganlarga sutga ishlayman deydiganlarga. Mana sizga bu bichalar yetib keldi. Ishlarga bitta ahamiyat berasizlar. Ochopatidan so'raganlarga mana ochopatlardan yetib keldi. To'qolidan so'raganlarga to'qollar shetda. Hammasi to'qol mana. O'zingizlar orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar. Mana shunaqa kachoylardan yetib keldi sutga, to'yganlardan. Sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga mana. Mana bo'lmasa, ostilarini qaranglar mana. 30 ta 35 ta sut kerak deydigan aka-ukalarimga 100% tushaveradi shu. Assalomu alaykum Samandar Uz obunachilari, sizlarni uzoq kuttirmagan holda yangi partiyalarimiz yetib keldi. Sut yo'nalishida ishlayman deydigan aka-ukalarni ekranga cho'llab qolamiz. Sizlar so'ragan Krasniy Pyostra, Galshtin Friz, Daniya g'unajillarini chempionlardan, injiqlardan yetib keldi. Didi nozik, unchuncha narsa yo'qmaydigan aka-ukalarim ekranga yaxshiroq o'tirib olasizlar. Sizlar boblardan yetib kelgan akalarim, sifatlarga o'zingizlar bitta ahamiyat berasizlar. Jonli sog' bo'lgur. To'qolidan so'rovdinglarmi? To'qollardan yig'ib qo'ydi akalar. Videoni boshidayoq bitta layklardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab paddeshga qilib turaverasizlar. Narxlarni sindirib yuboramiz, nerealniy narxlar qo'yib yuboramiz. Narxni o'zini qo'rqmasdan 12 ta viloyatga solishtirib olaverasizlar. Bizni qilayotgan mehnatlarimizga aka-ukalarim arzimas bitta layklardan bo'lsa qo'llab-quvvatlab paddeshga qilib tursanglar, narxlarni yer bilan bitta qilib yuboramiz. Bizni videolar shunchaki ko'rmaysizlar, malol olmasanglar ham 200 ming so'm pul yutib olishingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz desanglar, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi g'oliblarimiz sizlar bo'lishingiz mumkin aka-ukalarim. Jonli sog' bo'lgur. Mana so'ridan so'ragan aka-ukalarimga mana jonli sog' bo'lgurlar mana. Injiqlardan yetib keldi. Havas qilgan, layk bosayotgan aka-ukalarimda bo'lmadi deganda shunaqalardan 20 tadan 30 tadan bo'lsa. Bu manzillarimiz Namangan viloyati Chust tuman Shoyon qishlog'idan o'zimizning mini fermadan video obzor qilyapmiz. O'zingizlar sifatlarga, turishlarga bitta baho berib qo'yinglar akalarim, mana ranglariga. Mana orqa korobkalarga sutga ishlayman deydigan aka-ukalarimga mana jonli sog' bo'lgur. Mana. O'zi tushunib o'lishdi akalar nimaligini mana. Hop, ikkita Galshtin Friz, bitta Daniyamiz, bitta Krasniy Pyostramiz. Mana. Haydor uchun Ozimboy aka. Galshtin Frizlarimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Ularni ham turishlariga bitta ahamiyat berasizlar akalar. Bu ostilar. Tuyoqlariga ham hamma yo'g'iga ahamiyat berasizlar akalar. Mana haqiqatda o'sha qoni tozasidan haqiqatda garantiya beramiz. Qo'llariga xudo xolasa havas qilgan aka-ukalarimga bitta bo'ylanchi. Akalar, kichkina narsalar emas. Biri 25, biri 30 ham kelib qolsa kerak-ku. Quyug'i suyug'iga biri 15 plyusga beraman. Biri 15 dan yerga yotib olsa ham katta bo'lsa kerak-ku, borganda xursand bo'lib ketinglar akalar. Mana qatta bor. Shu ikkita kattamiz 9 oylik bo'lib qolgan. Mana shu bitta Krasniy Pyostramiz 9 oylik, 8 oylik, mana 7 oylikdan o'tganman. Xudo xolasa sigir bo'lib qoladi bular, ana qaranglar. Hadamay buqaga qo'yib qo'ysa bo'laveradi bular. Jigar 70-80 millionga sigir olaman deyasizlar, bitta sigiri puliga mana 4 tasini olib qo'yinglar. Mana bitta sigiri puliga 4 ta. 9 oy borana 1 yil sabr qilsanglar, bitta sigir emas, uylar 4 tasi ham tug'ib bersa mana 8 ta bo'lib ketadi uylar. Mana. Jonli sog' bo'lgurlar. Mana, layk bosgani arziydimi, yo'qmi aka-ukalar, o'zingizlar xolisona bilaman hozir mol olishga imkoniyatingiz yo'q. Havas qilib turibsiz lekin ozgina darkan olasiz, qilib beraman, bilaman. Bitta layk bosib qo'ying jigar. Xudo xolasa sizga ham shunaqalardan nasib qilsin. To'xtang Ozimboy aka, shuni qarang, yuvosh, yomon yuvosh ekan shu. Tashitdan. Suskalari. Qimirlamaydi mana.
4 ta storyada mana. Sutga ishlayman deydigan aka-ukalarim biladi bu nimaligini mana. Buni hozir kunda 30 millionga ham topib bo'lmaydi bunaqasini. Orqalariga ahamiyat berasizlar. Tashanchi yemini beraylik-da, keyin narxlarni yondirib tashamiz ularni. Ha. Qo'lda sut ichganiga kimligini qaraydi buni. Hammasida menimcha kimligi bor edi ular. Endi ham kimligik. Ovqatga borishini qaraylar bular. Mana ochopatlari deyman-ku. Joning sog' bo'lsin. O, narigi ochopatlar ham mana, malla kelayotganlar bularni ham sotib o'raveramiz. Bular gumon bo'g'ozlar ham bor. Qochinglarchi. Mana. O'sha ikkitasi menimcha gumon bo'g'oz bo'lsa kerak. Bular ham sotiladi. Bu bir 40 kiloveradi. Buqaga qo'yilgan. Bu naryoqda ham bor. Aka, kelinglar. Xullas mollarimiz ko'p. Mollar serob, semental buqa so'raganlarga buqa ham bor bitta mana. Joning sog' bo'lsin. Mollarimiz ko'p. U yoqda ham mollar serob. Xullas hammasi sotiladi mana shu firmamizdagi jamiki mollar sotiladi. Serobgarchilik yo'q. Joning sog' bo'lsin, orqa korobkalarga bitta ahamiyat berasizlar akalar. Mana bularni ham bir ko'rsataylik. Bularni ham arzon berib yuboramiz akalar. Arzon kelgan, arzon berib yuboramiz. Bularning hozir narx chiqmadi. Kelsanglar akalarim, sizlar o'ylagandan ancha arzon. 30 million pastda ishinglarni bitirib bersak kerak. Shuni o'ringlar. 25 million atrofida chiqadi bular ham. Keloringlar, chiqatda yo'q. Bozorda 100% garantiya beraman. Bozorda bunaqalarni 30 milliondan kamiga ola olmaysiz. Hop, haydor uchun Nozim aka bilan narxini aytaylik. Videomiz cho'zilib ketyapti. Yeyishini voy joningdan to'xtang. Yeyishiga ishqiboz bo'ldim bilan, ha. Bitta shunda ozgina shox chiqqan olgan hammasi to'qol. Hammasi sotiladi bu, demak. Bular hammasi to'qol ekan. Haydovchi Nozim aka narxlarni yondirib yuboraylik. Chizza bo'yib icharlarni. Joning sog' bo'lsin. Turishlariga, o'zingizlar sifatlariga bitta baho berasizlar ukalarim. Hazil aka mollar emas. So'ridan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Boqqani arziguliklardan akalarim. Bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, bular donaga ham sotiladi, optimga ham. Ilojim boricha 4 tasini bitta olgan har tomonlama yutadi. Agar donaga olaman deganlarga narxlari o'zgarib ketadi. Xo'p, boshinglar qotirib 30 million, 32 million yo'q bizda. 20 million ham demayman. So'ragani uyaladigan kam yo'q, bo'ladigan 18 million, 200 ming so'mdan 4 tasi bir joyda ketdi mana. Qatta bor mana. 18 million, 200 ming so'mdan shunaqa o'najillar. Hech qatta bermaydi. Qarindoshinglarda ham bunaqasi bermaydi. Qarindosh urug'inglarda bo'lsa ham bunaqa narxga bermaydi akalar. Bitta like bosib, otangga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. O'zingizlar yana bir bor sifatlarga ko'rishinglar mumkin, sifatlarga tomosha qilishinglar mumkin. Ovqatga ketishini qaranglar bularni. Bularni ostlarini yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. So'rashadi akalar. Mana. Buni ko'rdinglar, buniki ham mana. Joning sog' bo'lsin. Ishlarni ko'rdinglar akalar. Avtomat. Yeb ichishga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Olasizlar, boqasizlar akalarim. Videoda kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Bizdan uzoqlashmay, likelardan bosib, qo'llab-quvvatlab, poddeska qilib tursanglar bo'ldi akalarim. Qo'ldan kelgancha kimga qanaqa mol kerak bo'lsa qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.